Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ek taqil. Mana azizlarim, sizlar uchun Maydon mahallasidan 9 sotixli kattagina xonadonni topib qo'ydik. Bu uyga kelib, katta oylab, bemalol maza qilib yashaydigan holatda. Arendga keladigan bo'lsak, shundoqqina Maydon marketdan 200 metr ichkariga kirganda, qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda shundoqqina keyingina bitta supa desak ham bo'ladi. Yaxshi holatda bitta ayvonchasi bor. Mazza qilib o'tiradigan holatda. Bu yoqda ko'rib turibsiz, mana 24 soat kamera xizmatlari ishlab turadi. Bemalol xohlagan joyingizdan tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda wow deb o'radigan remontlari qilib qo'yilgan. Shundoqqina chap tomonga kirganimizda bitta spanli xonasi, bu yoqda alohida kitoblar uchun javon qilib qo'yibdi. Ko'rib turibsiz, chiroyli, zo'r holatda. Bu yoqda kiyimlar uchun shkaflari bor. Undan o'tganimizda bu yoqda o'ng qo'limizda yana bitta yotoqxonasi, remontlariga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Bu yoq tarafda ham mana ko'rib turibsiz, kattagina kladovkalarni joylashtirib, chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoq tarafda yana bitta kattagina zal qismi, mehmonlari bemalol bir 50 ta mehmon sig'adigan zal qismi. Bu yoq tarafda shundoqqina konditsionerlarni yaxshi holatda o'rnatib qo'yibdi. Mana muzdekgina yaxshi holatda turibdi. Oynalari hammasi Akfa paketdan. Undan o'tganimizda bu yoqda yana bitta kattalar yotoqxonasi ko'rib turibsiz. Bu yoqda remontlari vobshim zo'r. Shundoqqina kelasiz, maza qilib yashaysiz. Bu xonalarimizdan chiqqanimizda shundoqqina bu yoq tarafga yuramiz. Bu yoq tarafimizda hamma sharoiti bilan bu yoqda mana hojatxona qismlari tahoratlari uchun, o'zlari uchun chiroyli holatda sharoitlarni qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda yana bitta uyning ichida oshxona, bu yoq tarafda shundoqqina yuvinadigan hammomlargacha ichlarida bor. Tayyor. Ko'chaga umuman chiqmaysiz, shundoqqina kvartirada bor sharoitlar hammasi bu xonadonimizda mavjud. Ana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Bitta katta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda, remontlar ko'rib turganingizdek zo'r holatda, yangi remontdan chiqqan, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Dokumentlari hammasi notariusga tayyor. Bu uyimizni narxini egalari 110 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Biz nomimizdan chiqsalaringiz yana ozgina kelishadigan joyi bor. Bu uyni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha odamga jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.